Assalomu alaykum, Haval Buxoro avtosalonimizning qadrli mijozlari. Bugundan boshlab mana shu YouTube kanalimizga barcha modellarimizni to'liq video obzorlarini qo'yib boramiz. Podpiska bosib, kuzatishda davom etinglar. Biz bu yerda faqatgina obzor emas, mashinani grafiklari, oylik to'lovlari haqida ham batafsil ma'lumot berib o'tiladi. Bugun Havaldagi eng ommabop bo'lgan mashinamiz M6 ni tushuntirib o'tamiz. Haval M6 modellarimiz 3 xil pozitsiyada bo'ladi. Birinchi pozitsiyamizning narxi 250 million so'm, ikkinchi pozitsiya 260 million, uchinchi pozitsiyaga keladigan bo'lsak 280 million so'm bo'ladi. Birinchi pozitsiyamiz mexanika korobkada, ikkinchi pozitsiyamiz avtomat korobkada, uchinchi pozitsiya ham avtomat korobkada bo'ladi. Birinchi pozitsiya va ikkinchi pozitsiyaning farqi faqatgina korobkasiga farq qiladi. Mana bu ko'rib turganimiz esa uchinchi pozitsiyasi. Xo'p, mashinamizning uchalasida ham bir xil motor turibdi. 1.5 turbina motor, 143 ta o't kuchida. Motor qismi MPI bo'lganligi hisobidan injiq emas. Propan ham, metan ham bemalol tushaveradi, benzin ham tanlamaydi. Shuning hisobidan hozirgi kunda O'zbekiston bozorida juda ham ommalashib boryapti. Mashinamiz old tomondan LED faralar bilan jihozlangan, 350-400 metrgacha sizga yoritib beradi. Xo'p, yaqinroqdan kelinglar. Mashinamizda 17 razmerdagi sakadiska balonlari bo'ladi. Mashinamiz yumshoq yurib berishi uchun protektorli qismi shiroki qilib qo'yilgan. Xo'p, bu mashinamizning stok holati zavoddan kelganda mana shu holatda bo'ladi. Salonning ichki qismlariga ham e'tibor qiladigan bo'lsak, anchagina keng salonning ichki qismi. Mana ko'rib turganimizdek, va koja ishlatilgan, plastmas emas. Mashinamiz avtomat korobkada, 760 li avtomat korobkada bo'ladi. Undan tashqari faqatgina oldinga e'tibor emas, salonning orqa qismiga ham maksimal e'tibor berilgan. Salonning orqa qismiga e'tibor qiladigan bo'lsak, deflektorlar orqa o'rindiqlar uchun ham o'tgan, orqada o'tirgan odam ham yoz uchun salqinda, qish uchun esa issiqda maza qilib keta oladi. Mashina o'zimizdan ishlab chiqariladi. Mana pechatlargacha ko'rsatib o'ting. Made in Uzbekistan 2026. Mashina o'zimizdan ishlab chiqarilganligi sababidan qo'shimcha jihozlardan, ya'ni zapchastlardan umuman muammosi bo'lmaydi. Xo'p, bu mashinamizning orqa qismidan ko'rinishi. Orqasida zadniy kamera hamda patroniklari ham bor. Mashinaning bagaj qismining sig'imiga keladigan bo'lsak, 808 litr bagaj sig'imiga ega bo'lib, agarda o'rindiqlarni yotqizib bagaj sifatida foydalaniladigan bo'lsa 1700 litr bagajga ega bo'ladi Haval M6 modelimiz. Xo'p, mashinamizda nimaga talab juda ham katta bo'lyapti? Nega deganda, bizda yo'llarimiz ozgina notekisroq. Shuning hisobidan bizga yumshoq yurib bera oladigan mashina kerak. Haval M6 xuddi shunday mashina. Ходовой sistemasiga e'tibor qilsak agar, nezavizmi podveska bo'lib, 4 tala balonda alohidadan ходовой sistema bor. Bu istalgan yo'lda sizga yumshoq yurib bera olish imkoniyatini yaratib beradi. Xo'p, keling yaqinroqdan mashinamizni old tomondan ichki qismini ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, multirullar, rulda esa cruise control, o'ng tomonda, chap tomonda esa multimedia mavjud. Undan tashqari kattagina monitor, klimat kontrol deflektorlari, o'rindiqlarda esa abagrev sideniyalar mavjud, ya'ni o'rindiqlarni isitib beradi. Mashinamizning motor, korobka, elektronika qismlariga keladigan bo'lsak, Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan bo'lib, firmasi esa Bosch firma asosida bo'ladi. Ya'ni qaysi mashina bilan solishtirishimiz mumkin desangiz, Volkswagen mashinasidan motor, korobka, elektronikalari olingan. Qolgan qismlari esa rossiyskiy bo'ladi. Kuzovda esa 70% gacha otsenkovkasi bor. Xitoy brendi ostidagi Haval mashinalarida. Xo'p, mashina haqida obzorlarni qilib berdik. Endilikda sizga istasangiz to'lov turlari, grafiklari, bugungi kundagi bo'layotgan yangiliklar bilan ulashib o'tamiz. Haval M6 modelimizni bugungi kunda o'zbek bozorida qaysi mashinalar bilan solishtirsak bo'ladi? Misol uchun Tracker bilan solishtirsak bo'ladi. Narx jihatdan ham bir xil bo'ladi. Shuning hisobidan ko'pchilik Tracker bilan solishtiryapti. Trackerda nima ustunliklari bor? Men sizlarga birin-ketin aytib o'taman. Trackerdan birinchi jihatida kattaligi, hajmi anchagina katta bo'ladi, oilaviy crossover.
Ikkinchi ustunligiga kelsak, juda ham yumshoq yurib beradi. Trackerda ходовой sistemasi balka bo'ladigan bo'lsa, bunda независимый подвеска, ya'ni 4 balonda alohidadan ходовой sistema. Shuning hisobidan mягкий yuradi. Bu ikkinchi ustunlik bo'ladi. Uchinchi ustunligiga keladigan bo'lsak, Haval M6 modelimizning bagajning sig'imi 808 litr boya aytib o'tganimdek, Trackerning bagaji esa 360 litrni tashkil qiladi. Shu yerni o'zidan ham ko'rishingiz mumkin. M6 modelimizning bagaji ham anchagina katta bo'ladi. Plus-ga keyingisi mashinamizda 70% li atsenkovniy qatlami bor. Ya'ni mashinamiz umuman zanglamaydi. Korroziyaga qarshi juda ham kuchli bo'ladi. Chirimaydi, metalning qattiqligi qattiq bo'ladi hamda mashinamiz nimadir bo'lgan holatlarda ham o'zini mustahkam ushlab berib, muqobil aerodinamikaga ega bo'ladi. Xo'p, bu Tracker mashinasidan Haval M6 ning ustunligi edi. Endilikda keyingisiga keladigan bo'lsak, hozirda yana qaysi mashina bilan solishtirishimiz mumkin? Kia Sonet bilan. Kia Sonetni esa bu bagajni o'ziga olib qo'ya oladi Haval M6 modeli. Xo'p, yana nima mashina bilan solishtirish mumkin? Cherry Tiggo 7 Pro bilan solishtiradigan bo'lsak, undan anchagina yumshoq yurib bera oladi. Shuning hisobidan misolda Cherry o'zbek bozoriga kirib kelganiga 4-5 yil bo'lgan bo'lsa, Havalni kirib kelganiga 2 yil bo'ldi. Ammo 2 yilda hozir statistika bo'yicha solishtiradigan bo'lsak, Haval M6 lar O'zbekistonda Cherry 7 Tiggo Prodan anchagina son jihatdan ham ko'p. Nega deganda, bizni aholimiz uje Haval M6 ni minib ko'rishdi, qandayligini bilishdi, shuning hisobidan juda ham ko'p olishyapti. Cherrydan ko'ra shuning hisobidan anchagina qismi baland turadi. Xo'p, endilikda olish tartiblari Haval M6 modellarimizga naqd tartibida yoki-da oddiy kredit qilib olgan tartiblaringizda 15 million so'm istalgan pozitsiyasidan chegirma qilib bera olamiz. Misolda 250 million so'm birinchi pozitsiyasi. Siz naqdga xarid qilmoqchisiz yoki-da kredit qilib olmoqchisiz. 15 million chegirma bo'ladi, 235 million so'mga xarid qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, rassrochka ham bormi deganda, albatta rassrochkalarimiz bor. Qancha to'lov bilan qanchadan chiqadi? Minimum 25% to'lov qilib M6 ni rassrochkaga chiqarish mumkin. 25% to'lov bilan 1 yillik rassrochka bo'ladi. Agarda 30% to'lov qila olsangiz, o'sha 1,5 yilga 18 oyga 0% da olib ketishingiz mumkin Haval M6 ni. Agarda boshlang'ichingiz 50% ga yetadigan bo'lsa, misol uchun M6 250 millionmi, 50% 125 million. 10 mingdan sal oshiqroq bo'ladi. 10 ming dollardan sal oshiqroq to'lov qilasiz. O'sha 2,5 yilga rassrochka qilib bera olamiz. 2,5 yil, ya'ni 30 oyga 0% da xarid qilib olishingiz mumkin. Agarda boshlang'ich to'lovni yana ko'paytiraversangiz, muddat ham uzayaveradi. Umumiy hisobda 48 oygacha rassrochka tartibida olish mumkin Haval M6 modellarini. Xo'p, rassrochkalarni ham aytib o'tdik. Minimum 25% dan boshlab to'lov qilib rassrochka tartibida xarid qilib olib ketish mumkin ekan. Agarda shu tartibda ham meni qo'limdagi mablag' yetarli emas desangiz, qancha to'lov bilan chiqarishim mumkin, kamroq pul bilan mumkin deganda, biz sizga boya aytib o'tgan chegirmamizni qilib beramiz 15 million so'm. Mayli 250 millionda 15 million chegirma bo'lganda 235 million so'm bo'ladi. 235 million so'mni ham 20% ni atiga to'lov qilib mashinani chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi. 20% hozir aytaman 46-47 million so'mlar, даже 50 millionga bormaydi. 50 millionga bormasdan to'lov qilib Haval M6 modelini bir kunda bitta pasport evaziga 12 ta viloyatdan tashrif buyurib xarid qilib olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari bizda trading xizmatlarimiz ham bor. Agarda mashinani boshlang'ich to'lovga qo'lingizda yetarli mablag' bo'lmasa, minib yurgan mashinangizni olib kelib bozor narxida bizga topshirasiz va yangi Haval mashinasini minib keta olasiz. Faqat yana M6 emas, istalgan Haval mashinasini minib ketishingiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari test drive xizmatlarimiz ham bor. Qaysi mashinani xarid qilmoqchisiz? Xohlang oldindan telefon qilib o'zingizni test drive ga yozdirib qo'ying yoki-da kelib bitta pravanni ko'rsatib, dokumentini, hujjatini qilib haydab ko'raverasiz. Plusiga agarda sizning kredit istoriyangiz buzilgan, kreditga ham, rassrochkaga ham mashina chiqara olmayapsiz. Shu holatda ham Haval Buxara sizga ishonch bildirib, istasangiz lizing asosida chiqarib bera olamiz. Xo'p, bonuslar bugungi kunda hozirda 8 tagacha bonuslar qilib berilyapti Haval Buxara avtosalonimizdan. Nimalar deyilganda, polik, zashta radiator, tonirovka, paroglari, xo'p, yana nima? Misol uchun mashinamizning bir bak benzinlarini ham qilib beramiz. Yana nimalarni?
firmenniy sovg'alari bo'ladi o'zini, Havalni o'zining sumkalari bo'ladi, uning ichidan maxsus o'zining sovg'alari chiqadi. Mashina uchun maxsus chiqadi, o'zining har bir modelga har xil chiqadi. Shular bilan birgalikda hisoblaydigan bo'lsak, Haval chemodanning ichidan o'zidan kami 5 ta yoki 7 ta narsa chiqadi. Bu 8 tadan ham o'tib ketadi. Даже podnomerning общий hamma narsasi bonusga qilib beramiz. Bizning manzil Prezident rezidensiyasi ro'parasidagi Vlad Avtocity'dagi Haval Buxoro avtosaloni. Hozirgi aytib o'tilgan yangiliklar, chegirmalar, rassrochkalarning barchasi may oyi uchun amal qiladi. Har doim mana shunaqa yangiliklardan boxabar bo'lib turish uchun bizning YouTube kanalimizga obuna bo'ling. Pastda telefon raqamlarimizni qoldiramiz. Telefon raqamlarimizga telefon qilib, bemalol yana ham yaxshiroq, batafsilroq ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting. Qo'llab-quvvatlab, like, podpiska sizlardan kutib qolamiz.